Hürmetli vatandaşımlık semizden devamını anlaysınlar. Cöngöde eksport, import, sallık malumatı ilan kılınğandan keyin xalq pulunun ayrıvaşlaş kıymeti tezlikte 200 nokta düşüp ketdi. Xalq pulunun chet ellerdeki kıymetimi tezlik bilen düşüp ketdi. 12. ayının 8. günü xalq pulunun ayrıvaşlaş kıymeti 1 dollar oturucu baha boyunca 6 yuan 4,78 liga düştü. Moşu 2 gün içinde chet ellerde dollarga xalq pulunun tegişişinin düşüş derecesi 200 noktadan eşip ketdi. 6 yuan 4,953 li yoki fonga berip yetdi. 6 yuan 5 mo'liq o'tkalga yaqinlab keldi. Çünkü pulunun kıymetinin düşüşü ötken 2 günden aldıda 6 yuan 5 mo o'tkalga yaqinlab keldi. Eksportu düşüp ketiş yana köpeydigan bolsa, agar çare oylap tapmaganda amaliy gavdilik iqtisodning ahvoli texmi o'sallashib, xalq pulunun qiymati tushish muqarrar tanlab oladigan birdan-bir yo'l bo'lib qoladi. Xalq pul qiymatining tushib ketishi paychak bozoriga ta'sir ko'rsatdi. Jungoning uy imorat kasbiy tijoratiga ta'sir ko'rsatdi. Jungo zodi amaliy iqtisod gavdasini qo'g'dab qilish kerakmi yoki mag'zablashgan uy imorat kasbiy tijoratini qo'g'dab qilish kerakmi? Hozir vaqt tanlashni qaror qiladigan vaqtga to'g'ri keldi. Jungo hukumati uy imorat kasbiy tijoratining amaliy ahvolini qo'g'dash kerakmi yoki amaliy iqtisod gavdasini, masalan, ko'mir sanoati, alyumin sanoati, mis sanoati, temir rudasi, ham ashyo ishlab chiqarish, neft sanoati degan tarmoqlarga bo'lingan muqim an'anaviy iqtisod gavdalarini amaliy iqtisod gavdasi deydi ekan, mush iqtisod gavdalarini qo'g'dab qilish kerakmi yoki imorat kasbiy tijoratini qo'g'dab qilish kerakmi? Tanlaydigan vaqtga duch keldi Jungo hukumati deydi. Her ikkisini qo'g'dab qilish bu qo'ldan kelmaydigan ishdir. Xalq pul qiymatining tushib ketishi muqarrar bo'ron chopqinni paydo qildi. Xalq puli qiymatining tushib ketishi bo'ron chopqinning yetib kelishidan darak berdi. Birinchi, paychak bozorda baho tushib ketdi. Mablag' Jungo bozoridan eqib chiqib ketdi. Yülep turgan iqtisodiy asoslar kamchil bo'lgan ahvol ostida Jungoning paychak bozori asli qiymati qaytib baho tuvallashga boshlaydi.